Bunaqangi katta plashatkada bolalaringlar mazza qilib, kun bo'yi baqirib-chaqirib o'ynab ketishligi atiga 30 ming desam ishonasizlarmi? Ha, to'g'ri eshitdinglar. Atiga 30 ming. Bunaqa narxga, bunaqangi darajadagi katta plashatka hech qayerda yo'q deb bemalol ayta olaman. Har bir detallari Magic City'nikidan umuman qolishmaydi. Magicga bolalarni olib borib yurgan ona sifatida buni bemalol ayta olaman. Bu joyi nomi Joy Park deyiladi. Undan oshiq filiallari bor. O'zingizga yaqin lokatsiyaga olib borsangiz ham bo'ladi. Shunaqangi bu joyda detallari ko'pki, farzandinglar umuman zerikishga vaqti bo'lmaydi. Har bitta bolalarning o'ziga, yoshiga mos o'yinchoqlar, o'yingohlar albatta topiladi. Hattoki bu yerda bunaqa baliqchilar ham bor ekan. Kerak bo'lsa kunora kanikulda olib borsangiz ham bemalol cho'nchagingiz ko'taradi. 3 ta bolaga atiga 90 ming bo'ldi. Boshqa parklarda 150 ming, 120 mingga bitta dona bolangizga to'lov qilasiz. Katta televizorga kameralarni ulab qo'yishgan. Bolangizni qaysi teshuvda yurganini ham bemalol ko'rib tura olasiz. Bizga dasha 90 ming ham tekinga tushdi desa ham bo'ladi. Joy Park egalari tomonidan bayram munosabati bilan har bitta bolaga shunaqa o'yinchoqli, shirinliklar sovg'a qilishdi. Albatta sizlarni ham shu o'yingohda kutib qolamiz.